Assalomu alaykum. Bizde bugün Datsun avtoko'ligi mashina zaryad bermaydi. Ko'psini oshlay tekshiradi, misol bir akkumulyatorga 12,5 и najaqdan gaz ko'ramiz. Generatordan qancha chiqib turgan. Generatordan 13'te 14'te çıktı. Yani bizde ne yok? Olmazsa 12,5 nerede özün masrafı nerede de yok. Buna yer tekşiremiz. Bu yerde 12,5. Buna kulak şası tekşiremiz. Bu yerde de 12,5 kolay tekşiremiz. Kolay tekşiremiz. Generatorun özüne massa koyamiz. 14 turib. Yani bizde bu yerde massa durus o'tmayapti. Hozir sonra inshaalloh istaydigan bo'lamiz. Жаңағыдегі Datsun mana yerdagi kontaktisini tozalab bolt yaxshilab qatirib jibirdim. Mashina moykadan chiqqan ekan, osnay bo'lgan jalqon. Hozir ko'rsatayım. Mana rezultat 13'te 8. Eğer osnay zaryad bermey qolатын bo'lsa, ishdan tablodan ko'rsatib atsa 12,5. Generatorda sheshuga asıqpаңыздар. Birinchi polniy tekshirib olingizlar to'q жағын. Odan keyin aniq generator bo'lgandan keyin sheshingizlar. Osnay masalalar ko'p bo'ladi mashinada. To'q жағынан bo'lib qoladi-da. Durust zaryad bermey. Жалпы сол. Allah sizlerinizge bereke versin, faydalı etsin. Assalamu alaikum, rahmetullahi ve berekatuhu.